Pulim tushib qolibdi, qolib ketibdi. Meni pulim tushib qolibdi. Aka, bu meni pulimidi? Voy, meni pulim hozir tushib oldi. Aka, oyligim chiquvdi, ro'zg'or qilaman degan pulimidi, aka? Meni pulim tushib qoldi, hozir avval meni pulim deyapti bu. Aka, meni pulimidi? Kimni puli o'zi? Sizniki? Meniki. Meniki. Rozi emasman. Og'ayni siqilmang. Bu yoq adashgandir. Bolalaringizga ro'zg'oringizni qiling. Shular ayimtar aqldan Odamlarga ham hayronsan. Ukam qilyapti-yu. Ha, uka? Aka, kurtkangizga kiyuvdim, ichida puli bor ekan, ishlatib qo'ydi. Unga aytib qo'ydim. Nima? Ishlatib qo'ydi-da. Ay, yaramas, men boshqasini aybdor qilib yuribman ekan. Sen ishlatdingmi? Ha. Do'stim, ming bor uzr. Meni pulim uyda qolib ketgan ekan. Ashunga uzr so'ragani keldim. Xo'p, Alloh uchun kechiring. Xo'p, aka, Bilmay dilingizni ortib qo'ygan bo'lsa.